ko'rishingiz mumkin. Mana bunda ham xuddi shu SMS, bunda ham shu SMS. Yaqin insoningiz yoki biron bir tanishingizni telefon SMSlarga ulanib olishni xohlaysizmi? Hozir men sizgacha osongina ulanib olish yo'lini o'rgatib qo'yaman. Siz bo'lsa videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Hozir sizlarga buni ulashni juda ham soddagina qilib o'rgatib qo'yaman. SMS ga kiramiz o'rtoqlar, mana o'ng tarafdagi bosamiz. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Подключенный устройство bor. Chetga bosamiz deb, mana как подключить ga bossanglar, o'zim ham ko'rsatib qo'ygan. Mana shu saytga kirasizlar. Mana men ikkinchi telefondan ulanmoqchi bo'lganimdan shu saytga kiraman. Xo'p, mana birinchisiga kirasizlar. Ochilgandan keyin ko'rishingiz mumkin o'rtoqlar, mana bu yoqda xohlasanglar Google account terib kirsanglar bo'ladi. Xohlasanglar bundoq qilib, mana bu yoqdan QR kod chiqadi. Mana shu QR kodlik osonroq QR kodni chiqarasizlar. Mana bu ulayotgan telefoningizdan mana bosasizlar, skaner qilishni. Xo'p, mana bunda bu telefonni skaner qilamiz. Bo'ldi o'rtoqlar, mana hozir ulanyapti. Mana уже готово chiqdi. Mana bu ikkinchi ulangan telefonimizda razрешить bossak, bunga ham razрешить bosamiz. Bemalol mana SMSlar o'rtoqlar ko'rishingiz mumkin. Mana bunda ham xuddi shu SMS, bunda ham shu SMS. Bemalol foydalanaverasizlar. Videoni o'rtoqlar barcha do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Open Shop'dan smartfonlarni eng zo'r narxida 10 yil kafolat bilan xarid qilishingiz mumkin. Videoni eng yaqin do'stingizga jo'natib qo'yinglar.